Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga sistit bo'lganda qo'llaniladigan vositalar xususida bir nechta qiziqarli va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'taman. Demak, boshladik. Birinchi navbatda sistit o'zi nima degan savolga javob berib o'taman. Sistit bu qovuq shilliq pardasining yallig'lanishi bo'lib, odatda ayollar sistitga ko'proq chalinishadi. Yer yuzidagi ayollarning deyarli yarmi hayotida bir marta sistit bo'lib o'tgan. Ko'pincha bu kasallik 25 yoshdan 30 yoshgacha yoki 55 yoshdan oshgan ayollarda kuzatiladi. Sistitning belgilari: qorinning pastki qismida kuchli og'irlik, peshob vaqtida og'riq, achishish va yonish hissi, loyqalangan va kam miqdorda tez-tez peshob chiqarish, siydikda shilliq va qon paydo bo'lishi, peshob chiqarishga yolg'on va og'riqli istak, peshob tutolmaslik, tana haroratining ko'tarilishi. Sistitda qo'llaniladigan bir nechta samarali dorilar ham mavjud. Demak, ularni sizlarga ro'yxatini o'qib beraman. Demak, ular urokompleks, manural, furadanin, fosfatino, kanifron, fitazolin, urefron, fosfamitsin, ekotestin, urolife, siston, uranifron, nalitsin, uralesan, furomak, piatmok. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun